Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma o'qidi sizlar uchun dum ajoyib zo'r yerlardan yer o'rnalarini topishda davom etamiz. Hozirgi obzorimizni aytib o'tmasdan burun bir reklamamizni qaytadan aytib o'taylik. Reklamamiz besplatniy. Joyingizni sotsak bo'lsangiz bemalol uyalmay telefon qilib, joylarni nedaligini tushuntirib, bahosini tushuntirib, telefon qilishlaringiz mumkin. Bemalol chiqarib sotib beramiz, ya reklama qilib beramiz ish qilib. Hozir esa joyimiz obzorga boshlaymiz. Qaranglar. Ray Center tarafdan 02 ni yo'li rayonni Shoshilish banizani yonidan joyonni qidirib yurganlar bo'lsa, yana fundamenti bilan tayyor joyonni qidirib yurganlar bo'lsa, bu videoni tashab qo'yasiz. Arkamizda turgan joyina eni 10 metr, uzunligi 23 metr, 200 kvadrat metrda joylashgan, yana fundament ham tayyor holatda yeronni sotib chiqib turibdi. Narxini qiziqadigan bo'lsangizlar, video davomida aytib o'tamiz. Fundamentini quyilganini, necha quyilganini bir qator yonına kelib ko'rsatib o'tamiz. Yana yo'lni lokatsiyani bir qator ko'rsatib o'talik. Chap tarafdan bir ko'rsatib o'tsak, shan tarafdan 02 yo'li, o'ngga ketsangizlar, hokimiyatga chiqasizlar. Bilasizlar, Ray Center tarafda 19 kecha gündüz qatnaydi. Yana maktab bog'cha Bama değerli için sel arakta 300-400 metrede maktab ham, bog'cha ham bor. Xususiy ham bor, davlatniki ham bor. Endi bir qator fundamentni ko'rsatib o'taylik, kelib necha quyilgan, uyniyasi o'zi yoshido atib quyilgan ekan men to'g'risi. 40 210 balandligi podvaldan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Podvalni bosirganda 2,5 metr bosirjak ekanlar. O'zi atak fundamentni quyilgani 210. Bemalol podvaldan mena basseyn qilasizlarmi, olib o'zingiz qurilish qilasizlarmi, bemalol luboy narsa qilsa bo'ladi. Orqa tarafdan mana bir mestasi ko'rsatilgan, bir ko'rsatib o'tamiz bundan o'tib. Mestan ham orqa tarafda qoladi mestasini. 230 metr kvadrat menimcha dum ajoyib so'layman bo'ldim. Yine qaranglar, quyilishini ko'ringlar, orqa tarafda yana shuncha joy qolgan, orqa tarafda shu basseyn qilasizlarmi, yo bo'lmasam shashlik pishiradigan mesta ish qilib mangal qo'yasam, luboy narsa. Dokumentine keladigan bo'lsak, hech kim joyni sotaman desa, dokumenti taqilmagan narsani sotib olmaydi. Zalog berib ketgan taqdirlaringizda ertangiz notariusga borganda bu yolib qoladi, zaloglarni qaytarib olishlaringiz to'g'ri keladi. Shuning uchun hujjat ham tekshirilgan, ham undan sayin sotaman desa, undan bana takı girganmi, boshqami degan, bani hujjatlari taqmidi ham ish qilib aytacakman, notariusga borganda uyaladi o'rtoqlar. Shuning uchun dokumenti nima degan kommentarlarni yozmanglar, iltimos. Shuning uchun olaman desangizlar, pastda uyniyasining nomeri, bahosini ham uyniyasidan so'rab olaverasizlar. Lokatsiyani esa ekranga tashab qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.